Hammaga hello, sizlar bilan Radmir o'yin akalar. Bugungi videomiz shu previewda ko'rib turganingizdek va pastdagi yozuvlarda ko'rganingizdek, ya'ni nomga qaraganinglardek, Radmir o'yinda mashinani topish va mashinaga raqam olish videosi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, mashinaga raqam olishni o'rganamiz. Mashina narxini o'zingizga chiroyli qilishingiz uchun albatta 100 ming rubllarga olishingiz, balki undan ham qimmatga olishingiz mumkin. Buni sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz deganlar. Xo'p, buning uchun biza nima qilamiz akalar? Birinchisi albatta hozir mashinadan tushib olamiz. Masalan deylik, albatta mashinamizni tashlab ketishga majbur bo'lamiz. Ba'zida o'rtog'imiz "Yur, men bilan yur" deydi. Bizada na semya bor, na uy bor, ya'ni uyimiz bor. Shu paytda biza mashina sotib olganmiz, o'sha missiya, zadaniya bajarish uchun ili Jiguli, ili Mercedes-Benz, BMW mashinalarimiz qayerdadir уже yotibdi. Lekin uni topish uchun nima qilish kerak? Ekraningizga ko'rsatilgan slash ya'ni o'ng tomonga qaratilgan car deb yozishingiz kerak. Telefonda o'ynaydiganlar bilasizlar, kommentariy yozasizlar, SMS yozasizlar o'rtog'inglarga salom deb. Kompyuterda o'ynaydiganlar esa T harfini bosadi va u yerga mana shu SMS yozadigan joyi chiqadi. Bu yerga o'sha aytganda ekranga qaratilganda car degan so'zni o'ng tomonga qaratilgan chiziq va car deb yozamiz. Mashinangiz bo'lishi shart. Mercedes-Benz mashinamizni bosamiz va bu yerda aytyapti "Отменить transport na GPS". Ya'ni mashinamiz qayerda ekanligi o'sha aytyapman-ku, любой joyda yotadi-da, любой joyda. Shuning uchun uni uzoq bo'lishi mumkin manzil. Agar yaqin bo'lsa, просто bossangiz, mana bizaga o'zi avtomatический tarzda metka qo'yib beradi qayerda ekanligini. GPS orqali siz mashinangizni topib olsangiz bo'ladi. Meni oldim turibdi-da. Xo'p, ikkinchisi esa yana car degan bo'limiga kiramiz akalar. Car va Mercedes-Benz va bu yerda mashinamizda hozir yo'q, tipa yo'q, qayerdaligini bilmaymiz. Доставить на штрафной ga kirib, uni shtrafga jo'natib yuboramiz. O'zi avtomatda shtrafga jo'natib yuboradi va men endi обязательно o'yinga kirgan paytingiz qayerda tug'ilasiz asosan? Uyingiz yo'q. Yana nimangiz yo'q? Semya yo'q. Semya bo'lsa ham semyadan tug'ilmayapsiz, to'g'rimi? Sizni albatta Arzaman shahriga jo'natib yuboradi. Hozir kartada sizga ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Men Arzaman shahridaman. Arzaman shahrida tug'ilganim uchun meni asosiy joy jo'natadi. Ya'ni hamma biladigan joylardan bittasi avtovokzal. Mana shu joyda tug'iladi ko'p holatlarda. Bu holatlarda tug'ilgan paytingizda siz shtrafga jo'natsangiz, demak bu shtrafga Arzaman shahrida shtraf jo'natib yuboradi. Tushunsa, uzoq emas akalar, yaqin. Bitta skuter olib haydab ketaverasizlar. Kartada yaxshilab qaranglar. Mana bu joyni ko'ryapsizlarmi? Mana shahar va mana yerda nuqtachasi bor, qana xatcha yirtilgan xat, mana shu shtraf joyi deyiladi. Ya'ni mashinangiz mabodo shtrafga tushib qolsa, shtrafga tiqib qo'ysa, mashinangizni olib ketib, ko'rinmas qilib yovib qolsa, mana shu shtraf joydan olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, politsiyskiy ushlab olib-da, tushundingizmi? Shtraf joyi shu. Biz ham o'zimiz ham shtrafga jo'natib yuborsak bo'ladi. Hozir men shtraf jo'natiga jo'natdim. Endi men yaqin masofadan olib ketsam bo'ladi. Metka qo'yib borishimiz kerak bo'ladi. Qani ketdi. Ja, uzoq emas. Borib olsak bo'ladi. Sizlar bilan gaplashib, mazza qilib, o'yin tomosha qilamiz. Vot mana shu shtraf joyi mana. O'zi ham yozib qo'yibdi. Shtraf Styanka. Styanka bo'lgandan keyin shutga tushadi. Aha. Tak. Agar mabodo shtrafda mavjud bo'lmasa, mabodo bo'ladi-ku ba'zida shtrafga tushmay qoladiganlari bor, lekin tushadi 100%, lekin tushmay qoladiganlari bor. Ular esa qayerga tushadi? Parkovkada deyapti, Muzombrad parkovka deyapti. Shtrafga tushmadi deydiganlar bor-da bizda. Bu holatda u qayerga boradi? U mashina sotib olgan joyingizga boradi. Siz bilasizlar, Arzaman o'yinda eng arzon o'sha Jiguli, Lada, eski mashinalarni eng arzon joyi mana shu joy bo'ladi. Ya'ni Gareli degan joyni tagida mana bunaqa yulduzchali joy bor. Mana shu yerga mashinangiz parkovka bo'ladi. Bitta gentleman turgan bo'ladi. O'shaning oldiga borsangiz, parkovka turgan bo'ladi. Shu yerdan olasiz. Mabodo parkovkada deb o'tirsa-da, mana yerdan ola olmasangiz. Chiqmasa, ya'ni mana hozir sizlarga o'rgataman, qaranglar. Aspanka kelamiz. Oplata shtraf, ya'ni shtraflaringiz обязательно to'lanishi shart. Agar to'lanmasa, tushundinglar, mashina berilmaydi. Oplata bo'lsa shtraf 500 rublim bor ekan. Shtraf to'ladim, X qildim, kelaman, vot ptichka mana shuni oldiga kelaman, enter bosaman, Mercedes-Benz va всё. 1 minutgacha mashinang tushadi dedi. Mana bizani mashinamiz. Hop, bu yerdan oshib tushamiz. Mana bizani mashinamiz akalar, ko'rdinglar, juda ham oson. Endi shu yerdan olib ketaverasizlar. Tak.
Kommentga yozinglar jigarlar. Bundan keyingi videolarimiz qanaqa bo'lsin? Yana o'sha T'ni bosib, yana kommentariya bo'limidan kardi akalar 1 minutgacha mashina olib chiqib ketishinglar kerak. Agar 1 minutgacha olib chiqib ketmasanglar mashinani, bu ko'rinmas bo'lib qoladi, yo'q bo'lib qoladi. Keyin bu qayerga tushadi? Ko'p holatlarda mashinamiz o'sha aytgan joyimga tushadi. 1 minutgacha olib keta olmasanglar, ko'p holatda shunday bo'ladi. Mana mashinamni olib chiqdim, bo'ldi, всё. Endi biz qiladigan narsamiz nima? Bilasizlar, mashina sotib olgan paytingizda mashinani raqami bo'lmaydi. Ya'ni siz biladigan mana bu Mercedes-Benz, buni men 290 ming rublga oldim. Qayerdan buncha pul oka? Danat qildingizmi? Baribir youtuber-siz, dotganlar bo'lishi mumkin. Yo'q, aka, bez danat. Qanaqa qilib? O'rgataman buni ham. Ya'ni bundan keyingi videoimda o'rgataman. Xo'p. Faqat sizlar like bilan poddershka bosib, kommentariyaga omad deb bundan keyingi videolarimiz qanaqa bo'lsin, ideya, nimada tushunmayapsiz, shuni o'rgating desanglar, shorts qilaman agar oson bo'lsa. Agar juda uzun bo'lsa, uni video qilib chiqaramiz. Kommentga yozing. Tak, hozir biz nima qilamiz? Hozir biz mashinamizga raqam olamiz. Shu ekraningizda ko'rsatilganda ikkita narsani qilamiz. Mashinaga raqam olish. Mana shu haqidagi video edi-da. Xo'p, bo'lmasa, hozir biz yashil chiroqni o'tib ketdik, yana shtraf urib bo'lsa. Xo'p. Qaranglar. Kartaga kiramiz. Kartaga kirganingizdan keyin bu yerda hamma biladigan joy bor. Arzaman shahrida. Yana Arzaman shahrida, hammasi Arzaman shahrida. Bilasizlar, mana shu yerda tug'ilasizlar. Uni tagida mana bunaqa yulduzcha bor. Ya, oka, bu politsiyalar joyi-ku, shu yerdan oladimi desanglar, конечно, raqamni mana shu yerdan olasizlar. Ketdi, shu yerga boramiz. Xo'p, okalar, men bunaqa joygacha hozir mashinada borib o'tiribman. Kelinglar, stream qilmayapmiz-ku. Kesib yuboraman videoni, o'zingizlar ko'rasizlar. Qani keting. Xo'p, mana qaranglar, mana shu joy обязательно parkovga tiqib kelib, politsiyaskilar kelib qo'ysa, u itaradi. Shuning uchun parkovga tiqib qo'yinglar. Xo'p. Вот, qaranglar. Mashinani o'chirishim uchun men ya'ni kaltimni yopaman, o'chiraman. Doim mashinani o'chirib yuringlar, chunki benzin sizlarga suv tekin emas, uni ham sotib olasizlar. Xo'p, qaranglar. Ko'rdinglar, qayerga kirib kelayotganimni? Zdaniya politsiyskiy slujba. Bu yerga ko'p odam balki kirib ham chiqqandir, lekin sizlar u yerda raqam olishni bilmagan bo'lishsanglar kerak. Shu agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, mana kirib keldik. Bu yerda hamma narsalar qilsa bo'ladi. Mana shu yerdan o'ng tomonga yuramiz va mana bu mana yozib qo'yibdi o'zi. Policheniya nomerov. Qalay tushundinglar? Nomerov. Tekin kirib ketaveringlar. Bu yerdan sizlar nomer sotib olasizlar. Alt knopkasini bosamiz. Mercedes-Benz mashinamizni bosamiz. Hozir menda nomer bor chat. Shto'ba sizlar aytishingiz mumkin, nimaga siz ololmayapsiz desanglar, men mashinam bor va men nomer olib bo'lganman. Qanday tushundinglar? Men nomer olib bo'lganim uchun men hozir bu yerdan qila olmayapman. Lekin bu yerga kirganingizda, qaranglar, yaxshilab bitta tushuntiraman sizlarga. Buni kirganingizda sizlarda alt knopkasini bosaman, kirib ketadi. Telefonlarda bilmadim. Tepada o'ngga qaratib qo'ygan 3 marta imkoniyat beradi. Ya'ni u 500 rubllik. Qaranglar akalar, bu yerdan raqamni o'zingizlar tanlamanglar birinchi. Tepada mana raqam yozadigan joylarning tepasida bitta aylanib ketgan chiziqcha bor. 3 marta ruscha yozib qo'ygan. Bosib qo'ymanglar hech narsani. 3 marta tanla deydi. Ya'ni sizlar arzon, ya'ni 500 rublga raqam olishingiz mumkin bo'ladi. Qimmat raqam ham chiqib qolishi mumkin. Tushundinglar? 500 rublga. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? O'sha raqamni birinchi o'zi bitta bossak, birinchi imkoniyating ketdi deydi. Raqamga qarang, yoqdimi? Yoqmadi? Yana bir marta bosing. Bitta o'tadi, yana boshqacha raqam qiladi. 3 marta imkoniyatinglar bor. 3 ta raqamdan bittasi sizlarga prям yoqish kerak. Shtobi 3-raqamdan keyin sizlar 500 rubldan pastiga ham tepaga ham ola olmaysizlar. Nimaga desanglar, o'zim tanlasam bo'lmaydimi aka desanglar, uning uchun ishlashinglar kerak. Ya'ni sal norm raqamni o'zingizlar tuzishinglar kerak, bitta yozib, bunga kamida 190 ming rubl ketishi mumkin. Eng kami bir ajib-uji qilsanglar 1000 rubl, 2000 rubl, 4000 rublga ham chiqib ketadi. Undan ham ko'payib ketishi mumkin. Tushundinglar? 500 rublga olgan qayerda-yu 1000 rubl palon pulga olgan raqam nima hal qilib beradi? To'g'ri chiroy beradi, lekin o'zingizlar tanlasanglar 100 rubl, maksimal 200 rubl bilan bu yoqqa kelib, shu qimmat raqam qilmoqchiman, takoy o'zimni nomimni 3 ta nom qilib takoy qilmoqchiman desanglar 200 ming rublgacha ketadi va undan ham oshib ketadi hattoki. Faraz qilsanglar gold raqamlar. Shuning uchun jigarlar o'sha tepada turgan, shuna raqamni yozadigan joyning tepasida aylana belgisi bor, bosib 500 rublga olgan yaxshiroq. 3 tadan imkoniyatinglar bor. 500 rublga olishlarga
Bir ketadi. Yoqmadimi o'tkazasan. 3 marta imkoniyating bor. Bittasini tanlab sotib olasan, отправить qilasan, chap tomon turadi. O'shani bosib sotib olasizlar. Qilganinglardan keyin qaranglar, kelasizlar. Oldinglar уже, отправить qilib tanlab oldinglar. Qaranglar, chiqasizlar. Ko'chaga chiqasizlar. Mashinalar mana yerda necha minutdan keyin yo'q bo'lib qoladi. Xotir olmanglar. Buning uchun mana yerga kelamiz. Ili, qaranglar, mashinalar yo'q bo'lib qolishi mumkin. Mashinam qani deysizlar. Mana yerga kelganinglarda mana bu parkovщик bo'ladi. Alt knopkasini bossanglar, u parkovka o'zi parkovka qilib beradi. Чтобы ber burchaklarga tiqib qo'ysanglar, ko'rmas bo'lib qoladi 1 minutdan keyin. Tushunasizlar, bu parkovщик olib qo'ygan bo'ladi. Xotir olmanglar. Shu yerdan parkovщикdan qilasizlar. Mani mashinam parkovka qilib qo'yganim uchun yo'q bo'lib qolmagan. Xo'p. Endi nima qilamiz? Mashina raqami yo'q. Siz sotib oldingiz. Endi bizda invertal degan narsa bor. Bilasizlarmi? O'yinni odamning o'zining invertali bor. Birinchi marta o'yin kirganingizda baliq yedingizmi? Xuddi shunaqa joyga kirasiz. Bizda kompyuterchiman, I harfini bossam invertal ochiladi menda. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda raqamingiz turgan bo'ladi. Qaranglar, raqaminglar turgan bo'ladi. Shu raqaminglarni ustiga bitta bosasizlar, ya'ni 10 kun mana bunday qilib использовать so'zini bitta bossanglar, o'zi avtomatik tarzda bitta o'tiradida akalar. O'tiradida mashinani tiq taqadi. Yaxshilab sinab ko'rsanglar o'xshaydi. Bitta joyga taqsanglar bo'ldi, orqasiga ham urib yoradi, и всё, mashinangiz mana shunaqa raqamga ega bo'ladi. Mana olmadim-cha, unaqa zo'r kelmadi. 500 rublga oldim. Endi qimmatga olib o'tirmayman. Xudo xolos sizlar поддержка qilsanglar, mana shu o'yindan mana nima deydi? Sponsorlik deydimi? Shu narsani olsam, qimmat pulim, ko'p pulim bo'lib ketsa, Xudo xolasa, ko'p pulim bo'lib ketsa, qimmat raqam taqdiraman deb, nikimni yozdiraman deb niyat qilib qo'yganman, mashinani qimmatini olish uchun hozir randomni qilyapman. Va yana ko'rdinglar, mashinani olib qo'ydi akalar. Shu parkovchik olib qo'yadi. Qanchadir vaqtdan keyin oldiga, mana buni oldiga kelasizlar, alt knopkasini bosib Mercedes va mana mashinamizni qo'yib beradi. Shu bilan birgalikda bolalar yana bir narsani esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Mashinada mana nomer taqdinglar, to'g'rimi? Qayerdan olishlarini уже o'rganib oldinglar. Mana uy yo'q bo'lsa, uyinglar bo'lsa, o'zi uyingizga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mashina o'sha yerdan doim turadi. Lekin uyinglar yo'q, semya yo'q, чтобы tushunib oldinglar, qanaqa qilib qayerdan tezroq topib olishi mashinani. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimiz yanada qiziqroq videolar bo'ladi. Lekin bir narsani unutmanglar, agar mabodoga mana mashinani olib haydab yurishinglar juda xavfli hisoblanadi o'yinda. Nimaga desanglar, pul topishinglar glavniy o'rin turadi. Chunki sizlar doim mana shu mashinani pulini to'lab yurishinglar kerak. Agar sizlar doim mana shtraflarga tushib olsanglar, 500 rubl, 200 rubl, bitta joy bor, 3000 rublga tushiradi, 200 tezlikda o'tib ketsanglar. O'shatlar bor, qimmat shtraflar urib tashlaydi. Ko'payib ketishi mumkin. Mana o'zimniki maksimalni 60 rublgacha shtraf bo'lgan. 60 rublni men to'laganman. Juda men ishlab to'ladim, to'g'risiga. Sizlarda ham shtraflar ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun ba'zida kelib, pulinglar bor paytda mana kelib, oplata shtrafga kirib, doim oplata vs shtraf qilib, doim shtrafinglarni to'lab yuringlar jigarlar. Hozir menda shtraf yo'q, chunki boya to'laganman. Chunki ko'p bo'lib ketsa 3 kun vaqt beradi Radmir o'yini. 3 kungacha agar shtrafinglar ko'p bo'lib turgan holatda to'lamasanglar, Radmir o'yini sizlardan pravani olib tashlaydi. Pravani olib qo'yadi. Shuning uchun shtraflarni doim vaqtida to'lab yurishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Radmir o'yinidagi Muzon FF bo'ldi jigarlar. Salomat bo'linglar. Muzon Radmir sizlar bilan jigarlar. Omad.